Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Hidoyat ziyosi ma'naviy ma'rifiy dasturining navbatdagi soni efirda. Bugun ham ma'naviy ma'rifiy mavzulardagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bugungi dasturimiz mehmoni Qosim Shayx Jome masjidi imom noibi Istamjon domla Hamroyev bo'ladi. Domla, dasturimizga xush ko'rdik. Bugungi dasturimizda ichimlik suvi va uni tejash, isrof qilmaslik haqida so'z yuritamiz. Domla, o'zingizga ma'lum, ichimlik suvi masalasi yildan yilga dunyoda eng dolzarb masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Umuman yurtimizda, viloyatimizda ham, o'sha olis hududlarga ham o'sha aholi ichimlik suvi bilan ta'minlanib, buni ko'lami, ya'ni aholining ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi oshib bormoqda. Lekin mana shu ne'matni qadriga yetish, tejash va ishlatganda o'z vaqtida pulini to'lash, mana shunday omillarga ham aholi e'tibor qilishi lozim. Keling suhbatimizni mana shu mavzuda davom ettirsak. Albatta Alloh taolo ana shu suv bilan yer yuzini tirildiraman deydi. Ya'ni ana shu osmondan yog'ayotgan pok yomg'ir va qor suvlari evaziga butun nabotot, o'simliklar o'sib chiqadi. Butun hayvonlar, chorva hayvonlar, butun hayvonot va shu jumladan inson ham ana shu pokiza suvdan iste'mol qilib bu hayotini manbai. Albatta Alloh taolo buni beryapti. Alloh taolo nima dedi? Yenglar, ichinglar, kulu vashrabu va la tusrifu. Lekin isrof qilmanglar dedi Alloh taolo. Demak, mo'min banda mana shu ne'matlarni beruvchisi Alloh ekanligini unutmasligi lozim. Agar Alloh istasa, o'sha suvlarni o'zi bergan ne'matlarni istagan payt olib qolishi mumkin. O'sha yog'ingarchiliklar miqdori kamayib ketsa, yog'ayotgan qor yomg'irlarni ko'rsatkichi pasayib ketadigan bo'lsa, bu albatta bu ichimlik suviga nihoyatda qattiq ta'sir ko'rsatadi. Mana Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom sahobalarda o'sha poklanishda suvni isrof qilmaslikka buyurganda sahobalar ajablanib so'ragan ekan. Ey Allohning rasuli, suvda ham isrof bo'ladimi? Ya biz buni suvni biz ibodat qilishlik uchun ishlatyapmiz deganda, ha, hattoki daryoni oldida turgan bo'lsang ham, dengizni oldida turib suv ishlatayotgan bo'lsang ham tejab ishlatgan degan ekanlar. Qarang, hattoki ibodat uchun ishlatilayotgan suvni ortiqcha ishlatgan inson isrofgar bo'lar ekan, endi boshqa dunyoviy ishlarimizda suvni isrof qilishlik, tejamaslik endi bu naqadar og'ir masala ekanligini inson his qilishi kerak. Shuning uchun albatta mo'min banda mana bu ne'matlarni qadriga yetib, nafaqat o'zi, balki atrof muhitdagilarni ham ana shu toza ichimlik suvni isrof qilmaslikka, qolaversa o'sha suvlarni pokiza saqlashlikka chaqirishimiz kerak. Mana ilgarilari buvilarimiz, bobolarimiz, otalarimiz, qizlarimiz agar suv oqadigan ariqqa qarab sipiradigan bo'lsa, koyib berardi, bolam, chiqindini sen suvga tashlama. Hattoki masalan bu changni, g'uborni ham shu tushmasin suvga deyishardi. Suvga tupurma deyishar. Bular hammasi nima? Ana shu suvlarni isrof qilmaslik, ularni pokiza saqlashlik uchun. Rahmat domla, mana shu jarayonda yana bitta holat borki, o'sha suvni tejash yoki suvni ishlatgandan keyin mana shuni haqqini to'lamaslik holatlari ham ko'p uchraydi-da. Bu esa ayni o'sha tizimga ta'sir qiladi. Sababi o'sha suvga to'lovlar orqali yana o'sha tizim yanada rivojlanadi. Mana shunday holatlar ham jamiyatimizda uchrayapti. Suvni ishlatadi, lekin davlatga vaqtdan to'lovni amalga oshirmaydi. Shunday o'zi bizda o'sha suvga belgilangan miqdor aslida uning qiymatidan ancha past. Chunki u obi hayotda inson dang'illanma uyda turmasa ham kulbada yashashligi mumkin, lekin suvsiz yashay olmaydi. U suv asosiy manba, insonning hayot manbalaridan biri. Endi o'sha inson o'zi ishlatgan suvga ham o'sha mablag'ni to'lamaslik bu nihoyatda noinsoflik bo'ladi. Chunki o'sha uni uyigacha kirib kelayotgan suv uchun qancha mehnat bo'lyapti. U suv qancha yerdan tozalangan holatda o'tib, uning uyiga kelib tushguncha qancha jarayonlarni bosib o'tyapti. Albatta bu ishda qancha mehnat bo'ladi, qancha insonlar peshona terini to'kadi. Mana o'zimiz ham ba'zida kechqurunlari ko'ramiz. Odamlar hamma uxlagan payt bechora o'sha xodimlar qishda sovug'ida, yozda issig'ida, kechasi kunduzi bitta quvur teshilsa, o'sha yerda o'sha loyga botib, suvga botib to o'shani bartaraf etmaguncha o'sha yerda qolishadi.
o'sha yerda xizmat qilishadi. Endi shu to'langan mablag'lar albatta mana shu insonlarni ish haqlari, qolaversa shu sohani ushlab turish uchun ketadigan boshqa xarajatlarga yo'naltiriladi. Albatta mo'min banda har bir o'zi iste'mol qilgan narsasini haqqini to'lashi kerak. Mabodo hech kim bexabar qolsa ham o'zidan bilib etib berishligi kerak. To'xtang, men shu suvdan iste'mol qildim. Ayrim joylarda eshitib qolamizda, o'sha maxsus hisoblagich yo'q, bemalol birovnikidek foydalanib olishlar yoki suvga noqonuniy ulash holatlari ham bo'lar ekan. O'sha hech qanday hisoblagichdan o'tmaydi, to'g'ridan to'g'ri oqib yotadi. U pul to'labmayapman-ku deb bemalol bo'ladi, lekin uni mayli hech kim ko'rmayotgandir. U hisoblagichi yo'q, lekin Alloh ko'rib turibdi-ku. O'sha ne'matni isrof bo'layotganini Alloh ko'rib turibdi-ku. Shuning uchun mo'min banda mana bu jihatlarga e'tibor berishligi kerak. Rahmat domla, albatta Alloh bergan ne'matni har birini qadriga yetish, unga shukr qilish, isrof qilmaslik albatta bir insoniylik jihatlarimizdan bo'lish kerak. Qolaversa, mana shunday to'lovlarni vaqtida amalga oshirish uchun mana shu aholida ham to'lov madaniyati shakllanishi kerak. O'ylaymanki, bu bizda tobora shakllanib boryapti. Bu muammolar ham jamiyatimizda asta-sekin barham topadi. Ahmad domla, dasturimiz ham o'z yakuniga yetib bormoqda. Keling, mana shu dasturimiz orqali suhbatlashgan mavzular orqali umumiy xulosangiz teletomoshabinlarga tavsiyalaringiz. Albatta, ulug'larimiz aytgani kabi ilmdan o'zga najot yo'qdir. O'sha Alloh Qur'onda ham aytgan, biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bo'lmaydi. O'sha ilm bo'ladigan bo'lsa, inson mana shu dunyoda yashash uchun zaruriy bo'lgan hamma ilmlar, uni kasbidan, kelib chiqishidan, mavqeidan qat'iy nazar o'zi uchun zaruriy bo'lgan ilmlar, ko'nikmalarning darajasi bo'ladi. O'sha shifokor bo'lsa ham, lekin u shu axborot sohasida o'ziga yetarli ma'lumotni bilishligi kerak. U ahli ilm bo'ladimi, ulamo bo'ladimi, qaysi soha xodim bo'lmasin, o'sha jamiyatda dolzarb bo'lib turgan masalalar yuzasidan o'qishda, o'rganishlikda qotib qolmaylik, to'xtab qolmaylik. Mana o'zimizda biz diniy sohada 70 yoshida, 60 yoshida Qur'on to'liq yodlagan insonlar bo'lyapti, ko'rib xursand bo'lyapmiz. Xuddi shunday mana hozirgi zamonaviy texnologiyalarni ham bo'ldi, men endi qarib qoldim, endi tushunmayman deb emas, balki harakat qilinadigan bo'lsa, o'sha yangi fan texnologiya yutuqlaridan foydalangan holatda jamiyat manfaatiga xizmat qilinadigan bo'lsa, ilm olib unga amal qilinadigan bo'lsa, o'ylaymizki, dunyomiz uchun ham, oxiratimiz uchun ham manfaatli bo'ladi. Rahmat domla, bugungi dasturimizda ishtirokingiz va manfaatli suhbatingiz uchun teletomoshabinlar nomidan rahmat aytamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, eslatib o'tamiz, bugungi dasturimizda Qosim Shayx jome masjidi imom noibi Istamjon domla Havliyev ishtirok etdi. Domla, yana bir bor sizga rahmat aytamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, Hidoyat ziyosi ma'naviy ma'rifiy dasturining navbatdagi soni o'z yakuniga yetmoqda. Kelgusi dasturimizda sog'lik, omonlikda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.